To'xtang, shuni olmaytiring, men bir o'ylab olay deb savol. Bugun biz xodimlarimizdan agar boshliq bo'lganingizda nima qilgan bo'lardingiz degan savolga javob olamiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Bir kunga boshliq bo'lib qolganingizda nima qilgan bo'lardingiz? Boshliq bo'lib qolsammi? Mazza qilib uxlab yotardim. Nima qilardim yana? Women. Bir kunga boshliq bo'lib qolganingizda nima qilgan bo'lardingiz? O'zi boshliq bo'lsam, har kuni boshliqman-ku men. Assalomu alaykum. Bir kunga boshliq bo'lib qolganingizda nima qilgan bo'lardingiz? Hamma xodimlardan beraman. Og'a, siz zo'risiz. Boshliq bo'lib qolganingizda nima qilgan bo'lardingiz? Uzr, hayajonlanib ketdim. Ishga layoqatsiz bo'lgan xodimlarni ishdan bo'shatib yuborgan bo'lardim. Assalomu alaykum. Bir kunda boshliq bo'lib qolganingizda nima qilgan bo'lardingiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bir Hamma o'mni bironta bir to'pi odam qolmami? kunda boshliq bo'lib qolganingizda nima qilgan bo'lardingiz? Men bir kun boshliq qilib ko'raylik, keyin bilasizlar. Bir kunga boshliq bo'lib qolganingizda nima qilgan bo'lardingiz? Kassadan hamma pulni olib, Maldivaga ketaveradi. Kim edi bu endi? Bu kim bu? Tochkan xo'jayinimi bu? Boshliq bo'lib qolganingizda nima qilgan bo'lardingiz? Bir kunga boshliq bo'lib qolganingizda nima qilgan bo'lardingiz? Bir kunlik klinikani daromadini yeb qo'ygan bo'lardim. Assalomu alaykum Gulxo'ba. Bir kunda boshliq bo'lib qolganingizda nima qilgan bo'lardingiz? Bari dushmanlarimni bo'shatardim. Tushunyapsizlarmi buni ma'nosini? Bir kunga boshliq bo'lib qolganingizda nima qilgan bo'lardingiz? Savolni qarang. Bir kunga boshliq bo'lganman. O'zimga eng katta oylik yozib olgan bo'lardim. Do'stlar, to'g'risi men miyamni ishlatishga qo'rqaman do'stlar.